kasb qilib bir narsani olish Allohning fazliga erishish deb Qur'onda ta'rif qilyapti. Shuni orqasidan yana vattaqulloha vazkurulloha katiran. O'sha kasb qilib yurib Allohni ko'p eslanglar, zikr qilinglar. Har doim aytayotganimizdek, Allohni zikr qilib, la ilaha illallohni aytadimi? Allohu akbarni aytadimi? Subhanallahni, boshqanimi? Allohni zikr qilib tursa, banda Allohga bog'lanib turadi, yomon ish qilmaydi, ishi barakali bo'ladi. Shuning uchun rizq talab qilayotganlaringizda deyapti Alloh taolo Qur'onda, Allohni ko'p eslanglar. Allohni ko'p zikr qilinglar. Allohni o'zidan baraka so'ranglar. Allohni o'zidan sog'lik, salomatlik, kasblarni, demak barakali bo'lishini doim so'rab turinglar. Esingizdan chiqib qolmasin. G'iybatga o'tib ketmanglar, tuhmatga o'tib ketmanglar, boshqa ishlarga yurib ketmanglar. Ana kasb mana shu tarzda bo'lish kerak. Niyatni yaxshilash kerak, kasbni yaxshilab o'rganish kerak va amalni yaxshilab bajarish kerak. Nima ish buyursa, nima ishni kasbim deb olsa, o'shini eng go'zal tarzda bajarish musulmonning burchidir.